Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Muslim 1. qism. 4. kitap Hayzning kitobi. 138 bab. Hayzlar ayoli bilan ishtonning ustidan billi yassi bo'lganlik to'g'risida. 631-hadis. Oysha radhiyallohu anhadan birarsimiz hayzlar bo'lib qolsa, ondan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hayzlar bo'lib qolgan ayoli bilan billa quchoqlashib ketishni maqsad qilsa, u ayolini ishdan kelishib qo'ydi, ondan billa yotadi. 632-hadis. Ayşe radhiyallohu anhadan birarsimiz hayzlar bo'lib qolsa, ondan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u ayolini hayz mezgilida ishdan kelishib buyurdi. Ondan beri yotadi. Qaysinglar Rasululloh avratiga ega bo'la olgandek, avratiga ega bo'la oladi dedi. 633-hadis. Maymuna radhiyallohu anhadan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hayzlar bo'lib qolgan ayollar bilan ishtonning ustidan, ya'ni ishtonni kaydirib qo'yib billa yotadi. Muslim, Abu Davud toplagan sayı. Hayzlar ayolidan eri jinsiy munosabatdan boshqa ishlarda lazzat olsa bo'ladi. Maymuna radhiyallohu anhadan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ayollardan hayzlar bo'lib qolgan ayoli bilan birga quchoqlashib berishni maqsad qilsa, u ayolni ishdan kelishib buyurdi, ondan birga yotadi, ishdan ustidan quchoqlaydi. Buxoriy bilan Abu Davud toplagan sayı. 139-bab. Bir to'shakda bir yapinchida hayzlar ayoli bilan birga yotsa bo'lganlik to'g'risida. Maymuna radhiyallohu anhadan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam men hayzlar holatda men bilan birga yotadi. Arliqimizda faqat birlik kiyim bor edi. 635-hadis. Maymuna radhiyallohu anhadan bir chog'da men qilin kasaya ichida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga yetib tuyuqsizlar hayzlar bo'lib qoldim. Ondan asta so'rilib chiqib hayz kiyimimni oldim. Rasululloh menga hayzlar bo'lib qoldingizmi dedi. Men ha desam, ondan meni chaqirdi. Men ilqi kasaya ichida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga yotdim. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga bir qashdan suv ilib, junubga yunatdim. 140-bab. Hayzlar ayol erining chechini yuyib tarab qo'ysa bo'lganligi, hayzlar ayolning ichib yeshib qolgan suyining pokizligi, uning quchog'iga yo'linib Qur'on o'qisa bo'lganligi to'g'risida. 636-hadis. Ayşe radhiyallohu anhadan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam itikaf qilgan chog'da o'zi masjidda turib, beshini menga yaqin qilib turib beradi. Men chechini tarab qo'yatdim. Uyga faqat inson oshishlik kerakdi. Ya'ni cho'ng kichik tarafga tarat elish kerakdi. Buxoriy, Muslim. 637-hadis. Ayşe radhiyallohu anhadan men itikaf qilgan chog'da uyga faqat inson oshishlik kiraman. Kesel bar uyga kirib qolsam, uningdan uzungacha ahvol so'ramayman. Faqat o'tib ketibla ahvol so'rab qo'yaman. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam masjidga itikaf qilgan chog'da o'zi masjidda turib, beshini menga yaqin qilib beradi. Men chechini tarab qo'yatdim. Uyga faqat inson oshishlik kerakdi. 638-hadis. Ayşe radhiyallohu anhadan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam itikaf qilgan chog'da o'zi masjidda turib, beshini menga chiqarib beradi. Men hayzlar holatda turibmi, chechini tarab qo'yatdim. 639-hadis. Ayşe radhiyallohu anhadan men hujramdagi holatda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam menga beshini yaqin qilib beradi. Men hayzlar holatda turibmi, chechini tarab qo'yatdim. 640-hadis. Ayşe radhiyallohu anhadan men hayzlar holatda turibmi, Rasulullohning chechini yuvib tarab qo'yatdim. 641, 642, 643-hadislar. Ayşe Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ayşe radhiyallohu anhaga menga masjiddan joy namozni ilib etgan desa, u men hayzlar deganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uningga haqiqatan sening hayzing hayz kesiling qo'lingda emas degan. Muslim, Nasai, Tirmizi, Abu Davudlar to'plagan sayy. Bu hadisdan faqat hayz qani o'zi najis bo'lsa-mu, ayol kishi kini qo'li a'zolari najis bo'lmaydi. Shuning uchun islom dini ular bilan aralashish, taom yeyish, tamoq ichishga, bir oy turishga, hatto munosabat qilmay birga bir o'rinda yashashga ruxsat qilgan. 644-hadis. Ayşe radhiyallohu anha mundaq deydi. Men hayzlar chog'larda ichimlik ichib, ondan uni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga sunib bersam, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni ilib, og'zini men og'zim qo'ygan joyga qo'yib ichaveradi. Men hayzlar chog'larda so'ngga qajilab, ondan uni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga sunib bersam, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni ilib, og'zini men og'zimni qo'ygan joyga qo'yib qajilaydi. 645-hadis. Ayşe radhiyallohu anha mundaq deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam men hayzlar chog'lardimi quchog'imga yo'linib Qur'on o'qiydi. Buxoriy, Muslim birlik kelgan hadis. 646-hadis.
Enes radhiyallohu anhu mundaq deydi. Yahudiylar ayollari ayzlar bo'lib qolsa, ular bilan bir uyda jam bo'lib turmaydi. Bizni tamoqmi yemaydi. Sahabalar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan bu to'g'ri so'raganda, Alloh taolo: "Ey Muhammad, ular sendan ayz to'g'riliq, ya'ni ayzlar ayol bilan jinsiy aloqa qilishning durustga yoki durust emas to'g'ri so'raydi. Aytqinki, ayz ziyonliqdir. Ya'ni ayz mezgilida jinsiy aloqa qilish er-xotin erkak ziyonliqdir. Ayz mezgilida ayollaringlardan nari turinglar. Ayzdan pok bo'lguncha ularga yaqinchilik qilmanglar. Pak bo'lganda ularga Alloh buyurgan joydan yaqinchilik qilinglar. Alloh haqiqatan tavba qiluvchilarning do'stidir. Haromdan va nijosatdan pok bo'lguvchilarni haqiqatan do'st tutadi" degan Sura Baqaraning 222-oyatida nozil qilindi. Bu ahvol Yahudilarga yetganda, ular bu kishi nimani maqsad qildigandi? U bizning ishlarimizni qo'ymay, har bir ishimizda bizning xilofimiz ish qilyotidi deydi. Ondan Usayd ibn Uzayr bilan Abbad ibn Bishr radhiyallohu anhular kelib: "Ey Allohning elchisi, Yahudilar mundaq so'zlarni qilishibdi. Biz ularda kayzlar ayollar bilan bir uyda turmaydigan, biz tamoq yeydigan, yemaydigan ishlarni qilmamoq" deganda, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning chiroyi o'zgarib ketdi. Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularga g'azab qilib ochiq qildi deb gumon qilib qoldik. Ular chiqib ketdi. Dal shu chog'da ularga uchrab, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga sutdan hadiya kelib qoldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularning orqasidan sut avatib, ularni sug'ardi. Ondan o'sha kelgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning o'zlariga g'azab qilmoqliklarini bildi. Oysha radhiyallohu anha mundaq deydi: "Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga bir qoshiqdan suv ilib, g'usl qilib yuyinatdim. Vaholanki har ikkimiz junub edik. Men ayzlar chog'larda meni ishdan kelishimga buyurdi. Ondan men bilan birga yatatdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam itkob qilayotgan holatida beshini men taraf chiqarib beradi. Men ayzlar bo'lsam, shishini yuvib qo'yatdim." Buxoriy, Muslim birlik kelgan hadis. 141-bob shahvatdan isiyat qo'zg'alib kelib qoladigan mazi to'g'risida. 647-hadis. Ali radhiyallohu anhu mundaq deydi: "Men bekli mazidan kishi edim, ya'ni isiyatdan keyin oq suyuqlik ko'p keladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qizi Fatima radhiyallohu anha mening ayolim bo'lg'achqa, men bu ish to'g'risida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan so'rashdan oyoq qilib tortinib qilib, Maqtad radhiyallohu anhu so'rab kelish buyurdim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uningga avratini yuyitib kichik tarat olsa bo'ladi debdi." Birlik kelgan hadis. 648-hadis. Ali radhiyallohu anhu mundaq deydi: "Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qizi Fatima radhiyallohu anha mening ayolim bo'lg'achqa, men mazi to'g'risida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan so'rashdan oyoq qilib tortinib qilib, Maqtad radhiyallohu anhu so'rab kelish buyurdim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uningga shahvatga ergishib avratdan kelib qoladigan suyuq mazi suydan kichik tarat elinadi. Avratdan lazzat bilan etilib chiqqan, bola yoriladigan ma'ni sperm suydan g'usl tarat elinadi" debdi. 649-hadis. Ali radhiyallohu anhu mundaq deydi: "Biz Maqtad ibn Asvad radhiyallohu anhuni Rasulullohdan mazi to'g'risida so'rab kelishga bersak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Biringlar suvni, ya'ni shahvatda keladigan mazi suyini topsa, avratini yuyitib namozga olganda kichik tarat olsin." Malik, Ahmad, Ibn Majah, Ibn Abban to'plagan sahih. Ali radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Mazini ko'rsang, ya'ni shahvatdan isat qo'zg'algan chiqqan iqis suvni ko'rsang, avratini yuyitib namoz olganda kichik tarat olgin. Suvni, ya'ni ma'nini etib chiqarganda bo'lsa, yuyinib g'usl tarat ol." Abu Davud, Nasai, Ibn Abban to'plagan sahih. 142-bob. Uyqudan uyg'onganda qo'li bilan yuzini yuvitish to'g'risida. 650-hadis. Ibn Abbas radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kechasi o'rnidan turib, boshini ado qilib bo'lib, ikki qo'lini va yuzini yuvitib, ondan uxlaydi. 143-bob. Junub kishining shu holatda uxlashining durustligi, kichik tarat elitib yetishning mustahabligi, yeb ichishni yoki uxlashni yoki ayoli bilan qayta birga bo'lishni iroda qilsa, avratini yuvitish to'g'risida. 651, 652, 653-hadislar. Oysha radhiyallohu anhadan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam junub holatda narsa yeyishni yoki uxlashni maqsad qilsa, uxlashdan burun avratini yuvitib, namozga olganda kichik tarat oladi. Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Abu Davud, Nasai, Ibn Majah to'plagan sahih. 654, 55, 56-hadislar. Ibn Umar radhiyallohu anhu mundaq deydi: "Dadam Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga kechasi junub bo'lganda, qanday qilishni tilga olganda, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uningga avratini yuvitib kichik tarat elib qilgan" debdi. Buxoriy, Muslim. 657, 58-hadislar. G'uzab va Abdullah radhiyallohu anhu mundaq deydi:
Men Ayşe radhiyallohu anha qanman xabar bersizlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam junublikdan kechining avvalida uxlashdan burun g'usl qilib yunamdi yoki kechining oxirini yunamdi desam, Ayşe radhiyallohu anha ko'pincha kechining avvalida g'usl qilib yunatdi. Ondan uxlaydi. Ko'pincha kichik tarat elotib uxlab, ondan kechining oxirida yunatdi dedi. Men Alloh buyukdir. Alloh hamd sanolar ishlarida kengchilikni, osonlikni qilgan Allohga xosdir dedim. Va yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kechining avvalida vitr o'qimdi. yoki kechining oxirida vitr o'qimdi desam, ko'pincha kechining avvalida vitr o'qiydi. Ko'pincha kechining oxirida vitr o'qiydi. Ko'pincha kechining avvalida vitr o'qiydi. Ko'pincha kechining oxirida vitr o'qiydi dedi. Men Alloh buyukdir. Barliq hamd sanolar ishlarda kengashlikni, osonlikni qilgan Alloh xosdir deb o'tib, yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kecha qiroatni oshkor jahriy o'qimdi yoki maxfiy o'qimdi desam, Oysha radhiyallohu anha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kecha qiroatni ko'pincha oshkor jahriy o'qiydi, ko'pincha maxfiy o'qiydi dedi. Men xushalliqimdan Alloh buyukdir. Barliq hamd sanolar ishlarda kengashlikni, osonchilikni qilgan Allohga xosdir dedim. Abu Davud Ibn Majah to'plagan sahih. 659-hadis. Abu Said radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Sizlardan bir kishi ahliga kelsa, ya'ni jinsiy munosabat qilsa, ondan ikkinchi qatim qaytib kelmoqchi bo'lsa, ikkisining oralig'ida kichik tarat elivsin. Yana bir xotirda shunday qilish ikkinchisini aktiv faoliyatchan qiladi degan so'zda ziyoda bordir. Bu hikmat ekan. Muslim, Ahmad, Nasai, Tirmizi, Abu Davud, Ibn Majah, Ibn Hibban, Hakim Bayhaqiylar to'plagan sahih. 660-hadis. Anas radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kechada bir g'usl bilan ayollarning hammasini tavob qilib aylanib chiqardi. Ya'ni bir kechada barliq ayollar bilan birga bo'lib, g'usl tahoratini birga oladi. Ahmad, Bayhaqi, Muslim 4 kitob to'plagan sahih. 144-bob. Ayol kishidan ihtilomda ma'ni chiqsa, uningga g'usl qilib yuyinishning vojib bo'lishi to'g'risida. Ummu Sulaym radhiyallohu anha: "Ey Allohning elchisi, her kishi tushida ko'rgan narsani ko'rgan ayolga, ya'ni ayol kishi tush ko'rib ihtilom bo'lsa qanday qiladi?" dedi. Ondan Ayşe: "Ey Muslim, qo'ling to'p bo'lsin" dedi. Ya'ni ayol kishimi ihtilom bo'lamdi dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Ey Ayşe, balki sening qo'ling to'p bo'lsin." Ey Ummu Sulaym, ayol kishi tush ko'rib ihtilom bo'lsa, ondan keyin ma'ni suyini ko'rsa, uningga g'usl qilib yuvinish vojib bo'ladi dedi. 662-hadis. Anas Ummu Salamet radhiyallohu anhumdan Ummu Sulaym radhiyallohu anha: "Ey Allohning elchisi, ayol kishiga ihtilom bo'lganda g'usl qilib yuvinish vojib bo'lamdi" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Ayol kishi tush ko'rib ihtilom bo'lsa, ondan ma'ni suyini ko'rsa, uningga g'usl qilib yuvinish vojib bo'ladi" dedi. U men savolimdan tartinib qoldim. Ondan bu mumkin bo'lamdi desam, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bundoq degan: "Ha, mumkin bo'ladi. Undaq bo'lmasa, balaning o'xshab ketishi nerdan keladi? Haqiqatan er kishining sperm suyi quyuq, oqdir. Ayol kishining bo'lsa suyuq, seriqdir. Qaysi suv ustilab yoki ilgirlab ketsa, bola shuningga o'xshaydi. Buni Alloh o'zi xohlab erkak kishi sa'at go'zal saq meyib qiladi." 663-hadis. Anas radhiyallohu anhudan bir ayol Rasulullohdan er kishi tushida ko'rgan narsani ko'rgan ayoldan, ya'ni ihtilom bo'lgan ayol to'g'risida so'raganda, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bundoq degan: "Ayol kishi tushida er kishi topganini topsa, ya'ni ihtilom bo'lib ma'ni suyini ko'rsa, g'usl qilsin, yuyinsin." 664, 65, 66-hadislar. Ummu Salamet radhiyallohu anha bundoq deydi. Ummu Sulaym radhiyallohu anha: "Ey Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, haqiqatan Alloh taolo haqni bayon qilishdan tortinmaydi. Ayol kishiga ihtilom bo'lganda g'usl qilib yuvinish vojib bo'lamdi" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Ayol kishi tush ko'rib ihtilom bo'lsa, ondan ma'ni suyini ko'rsa, uningga g'usl qilib yuvinish vojib bo'ladi" dedi. Ummu Salamet radhiyallohu anha yuzini yopib: "Ey Allohning elchisi, ayol kishimi ihtilom bo'lamdi" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "ihtilom bo'ladi. Qo'ling tutib bo'lsin." Ya'ni men sendan hayron qoldim. Undaqda nima uchun bola onasi o'xshaydi dedi. Buxoriy, Muslim, Nasai, Ibn Majah. 667-hadis. Bir ayol Rasulullohdan ayol kishi tush ko'rib ihtilom bo'lsa, ondan ma'ni suyini ko'rsa, uningga g'usl qilib yuvinish vojib bo'lamdi desa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedi. Ondan Ayşe ayol kishining ihtilom bo'lishini inkor qilib, qo'ling to'pib bo'lsin, qo'lingga asini tegsin deganda, ondan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni jim qo'yinglar. Bola faqat shu suv sababli ikkisining biriga o'xshaydi. Ayol kishining ma'ni suyi erninkidan ustunlab kelsa, bola ona taraf tog'lariga o'xshaydi. Er kishining ma'ni suyi ayolninkidan ustunlab kelsa, bola taraf dad tog'lariga o'xshaydi dedi. 145-bob.
Er ayollarning ma'ni sperm suyining sifati va balaning er ikkisining ma'nisidan yaratılışı. 668 ve 669 hadisler. Savban radıyallahu anhu'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin yanında öğür turuluq edim. Yahudi alimlerden birisi kelip, "Assalamu aleyke ey Muhammed" dedi. Ben onu qattiq ittirdim. O yiqilib ketdi, tas qaldı. Ondan o meni nima uchun ittirsan dedi. Men, "Ey Allohning elchisi, demamsan" dedim. O, "Biz uni ahli chaqirgan ism bilan chaqiramiz" dedi. Rasulullah, "Ahli meni chaqirgan ismim Muhammaddir" dedi. Ondan elqi Yahudi, "Men sendan savol so'rag'u keldim" dedi. Rasulullah, "Men sana hadis so'zlab bersam, sana manfaat qilarmi" dedi. U, "Men so'zingni ikki qo'lim bilan anglayman" dedi. Rasulullah qo'lidagi tayoq bilan sizib turib, "Qani so'ra" dedi. U, "Zimin boshqa ziminga, osmonlar boshqa osmonga o'tkilib ketgan kuni kishilar qayerda bo'ldi" dedi. Rasulullah, "Ular u chaqda sirat ko'rikning bu tarafdagi qorong'u zulmatda bo'ladi" dedi. U, "Sirat ko'rikidan o'tadigan kishilarning tunjisi kim" dedi. Rasulullah, "Muhojirlarning fiqralari" dedi. U, "Ularning jannatga kiradigan chaqdagi to'kpisi, ya'ni nashliq ziyofati nima" dedi. Rasulullah, "Lahang jigarning partisi" dedi. Yahudi, "Uning orqasidan yeydigan g'o'zasi nima" dedi. Rasulullah, "Ularga jannat kallasidan bir kalla bo'g'izlanadi. Ular uning atrofidan yeydi" dedi. U, "Ularning uning ustiga ichadigan sharobi nima" dedi. Rasulullah, "Ular salsabila deb atalgan buloqning suyini ichadi" dedi. Ondan elqi Yahudi, "Rost deding. Men sendan yana bir savol so'rag'u keldim. Uni zimin ahlini hech kishi bilmaydi. Uni faqat payg'ambar yoki payg'ambardan anglab olgan bir ikki kishi bildi" dedi. Rasulullah, "Men sana hadis so'zlab bersam sana manfaat qilarmi" dedi. U, "Men so'zingni ikki qo'lim bilan anglayman. Men qishingga balaning nima uchun erga yoki ayolga o'xshaydigan so'rab keldim" dedi. Rasulullah, "Er kishining ma'ni suyi oq bo'ladi, ayol kishining sariqroq bo'ladi. Ikki suv birlashsa, ondan er kishining suyi ayol kishining suyini besib tushsa, ilgirlab ketsa, bala Allohning izni bilan er kishiga o'xshaydi, o'g'il tug'adi. Ayol kishining suyi er kishining suyidan ilgirlab ketsa, g'olib kelsa, bala qiz tug'iladi, onasini tortadi. Hammasi Allohning xohishi izni bilan bo'ladi" dedi. Yahudi, "Rost deding. Sen haqiqatan naq payg'ambar ekansan" deb qaytib ketdi. Rasulullah, "U mendan shundoq qiyin bir ish to'g'risida savol so'radiki, Alloh taolo menga javob beradigan ilmni keltirib bermoqcha, uningga meningmi ilmim yo'q edi" dedi. 146 bob. Junublikdan g'usl qilib yuyinishning sifati to'g'risida. 670, 671, 672 hadis. Ayşe radhiyallohu anha mundaq deydi. Rasulullah sallallohu alayhi vasallam junublikdan g'usl qilib yuyinganda, oldi bilan o'ng qo'lida so'l qo'liga suv elib, ikki qo'lini yuvib, avratini yuvib, ondan namozga olgandek kichik tahorat oladi. Ondan barmoqlarini kirgizib, suvni chechining ko'shkiga yetkazadi. Ondan suyatdi. Pak bo'ldi deb qaraganda ikki qo'li bilan 3 changal suvni beshib qo'yadi. Ondan suvni butun terisiga yo'ritib yetkazadi. Ondan ikki putini yuvadi. Yana birda oldi bilan ikki qo'lini qachiqib kirgizishdan burun yuvib, ondan o'ng qo'li bilan so'l qo'liga suv elib, avratini yuvib, ondan namozga olgandek tahorat oladi deb kelgan. Buxoriy Muslim. 673 hadis. Ayşe radhiyallohu anha mundaq deydi. Rasulullah sallallohu alayhi vasallam junublikdan g'usl qilib yuyinganda, oldi bilan ikki qo'lini qachiqib kirgizishdan burun yuvib, ondan o'ng qo'li bilan so'l qo'liga suv elib, avratini yuvib, ondan namozga olgandek tahorat oladi. 674, 75, 76 hadislar. İbn Abbas radhiyallohu anhudan Maymuna radhiyallohu anha mundaq deydi. Men Rasulullah sallallohu alayhi vasallamga g'usl tahorat uchun suv tayyorlab berib, boshqalarning ko'rib qolmaslik uchun kiyim bilan pardalab turgan edim. Rasulullah sallallohu alayhi vasallam ikki qo'liga suv qo'yib, ikki yoki 3 qatim yuvgandan keyin o'ng qo'li bilan so'l qo'liga suv elib, avratini yuvib, qo'lini zimin urib surtib, ondan qo'lini yuvib, og'zi burnini chayqab, yuzini va ikki bilkini yuvib, ya'ni kichik tahorat elib, ondan beshiq suv qo'yib, 3 qatim butun jasadiga suv yetkazib, ondan u joyini yiroqlashib, ikki putini yuvdi. Men badanini aytib olsin uchun kiyim raq. Yana birda qo'l yog'liq sunib bersam, uni olmay ikki qo'lini so'ritgunicha kiyimi tarafga yurib ketdi. Buxoriy Muslim. 677 hadis. Ayşe radhiyallohu anha mundaq deydi. Rasulullah sallallohu alayhi vasallam junublikdan g'usl qilib yuyinganda, dastak narsa suv keltirib, qo'li bilan suvni elib, o'ng tarafidan boshlab yuvib, ondan so'l tarafini yuvib, ondan ikki qo'lida suv elib, beshirini yuvib, butun badanini yuvadi. 147 bob. Junublikdan g'usl qilib yuyinishdagi suvning mustahab qilingan o'lchamlik miqdori, er ayol ikkisining birli vaqtda birlashib yuyinishi va bir-biridan oshgan suvda cho'ng kichik tahorat olsa bo'lganligi to'g'risida. 678, 679 hadislar.
Ayşe radhiyallohu anhadan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam cho'ng dasta g'usl tahorat olatdi. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan junub holatda orliqimizga bir dasta g'usl qilib yuyingan edik. Sufyan Faraq degan 3 so'ydi. Anas radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir soat suv bilan g'usl tahorat olatdi. Ya'ni 6 jingdan 8 jinggacha 1 kilogram suv bilan kichik tahorat olatdi. Bayhaqi, Abu Dawud sahih. 680 hadis. İbn Abdurrahman mundaq deydi. Men imildaş qarindishim bilan amma anam Ayşe radhiyallohu anhaning qishig'iga kirdim. U ammanamda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning junublikdan g'usl qilib yuyinish to'g'risida so'radi. Andan ammanam Ayşe radhiyallohu anha bir sa miqdori suv patqidek qoch keltirib, g'usl tahorat elib ko'rsatib qo'ydi. Aralig'imizda parda bor edi. Beshiga 3 qatim suv qo'ydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ayollari chochlarini qulqigacha elib turardi. Chochlari qulqining yumshiqiga chiqardi. İmam Nevevi bu hadisning sharhisida Qazi Yaz'ning bunun sözünü yazgandır. Arab ayolları çaşlarını örüm qilib uzun qo'yatdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ayollari chochlarini qisqartib turadigan bu ishni balkim Rasululloh vafot bo'lgandan keyin qilgan bo'lishi mumkin. Buni Rasululloh hayot chog'da qildi degani bo'lmaydi. Chunki bunday qilishga dalil isbot yo'q. Rasululloh vafot bo'lgachqa u boshqalarga halol bo'lmagachqa, xuddi iddat ishi turgandek bo'lgachqa, chochlarini uzun qo'yishni bejat bo'lgachqa, zinnatni tark etgachga, chochlarini yuvib tarashga chiqimni yengillatgachga, uning ustiga dinsiz kafir ayollarga o'xshab olmagachqa, shunday qilgan bo'lishi mumkin. Bu hadisda musulmon ayolning yuqori shartlarga amal qilishini shart qilib turib, ya'ni zinnatni tark etgan zot bo'lsa, chiqimini yengillatish maqsadi bo'lsa, to'y qilmaydigan bo'lsa yoki eri rozi bo'lib ruxsat qilsa, dinsiz kafir ayolga o'xshab olmaslik sharti bilan chechidan azroq qisqarsa bo'ladi. Durust bo'ladi. Bu to'g'risida doktor Salih Fawzonning Mümin ayollar to'g'risida ahkomlarga tanbeh degan kitobini ko'ringlar. 681 hadis. Ayşe radhiyallohu anha mundaq deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam junublikdan g'usl qilib yuyinganda dastak narsa suv keltirib, o'ng qo'li bilan suvni elib, o'ng tarafidan boshlab yuvib, ondan suvni o'ng qo'li bilan elib o'ziga yo'qib qolgan nijosatlarga qo'yib, uni so'l qo'li bilan yuvdi. Ondan keyin beshiga suv qo'ydi. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam orliqimizga bir dasta g'usl qilib yuyingan edik, har ikkimiz yunib edik. 682 hadis. Ayşe radhiyallohu anha mundaq deydi. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga bir dasta g'usl qilib yuyingan edim. U dasqa 3 sa yoki 3 mud, ya'ni kilo yoki shunga yaqin suv qatdi. 683 hadis. Ayşe radhiyallohu anha mundaq deydi. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan junub holatda orliqimizga bir qoshiqdan suv elib, g'usl qilib yuyingan edik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mendan suvni burroq elib yunatdi. Men ma'mum qo'yslar deb ketdim. Buxoriy Muslim. 685, 686, 687 hadis. Maymuna Ummu Salamat radhiyallohu anhalar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga junublikdan bir dasta g'usl qilib yunatdi. Rasululloh uningdan oshgan suvda g'usl qilib yunaverdi. 688, 689 hadis. Anas radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 1 kilogram suvda kichik tahorat olatdi. 4 kilogramdan 5 kilogram suvda g'usl tahorat olatdi. Buxoriy Muslim. 690, 691 hadis. Sapina radhiyallohu anhadan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 1 sa suvda, ya'ni 4 kilogramdan 5 kilogram suvda g'usl tahorat olatdi. 1 kilogram suvda kichik tahorat olatdi. 148 bab. Beshiga va barliq badallarga 3 qatim suvni to'liq yetkazishning mustahabbati to'g'risida. 692, 693 va 94 hadislar. Jubayr ibn Mut'im radhiyallohu anhudan kishilar g'usl qilish to'g'risida da'vatlash qilib, ba'zilar men mundaq g'usl qilaman deganda, yana birda g'usl qilish tilga ilinib bizni yurt bak so'g'ib, biz qanday g'usl qilamiz deb so'ralganda, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan. Ammo men olqinim bilan changal suv elib beshimga qo'yaman. Ondan jasadimning qolgan joylariga suvni yuvaman. Ya'ni beshini 3 qatim yuvib, ondan barliq badanni yuydi. Bu g'usl tahorat deyiladi. Ahmad, Bayhaqi, Abu Dawud, Nasai, Ibn Majah to'plagan. 695 hadis. Jabir radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam junublikda yuyinsa beshiga 3 qatim 3 changal suv qo'yadi dedi. Hasan uningga mening chechim bek ko'p deganda, u ey qarindishimning o'g'li, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning chechi seninkidan ko'p, ham pokiz isil edi dedi. 149 bab. G'usl qilib yuying'uchi ayolning o'rim chochlarining hukmi. 696, 697, 698 hadis. Ummu Salamat radhiyallohu anha mundaq deydi.
Men ey Rasulullah, hakikaten benim öğren çaşlarım bekle yok köptür. Junubtun yönüganda çaşlarını çuviymenmi desem, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu degan. Ya, hakikaten sana gusul kılışta 5'inga 3 jangal sunu koyuşun, yani 3 qıtım su koyuşun. Andan kalgan cesetlerini su koyuşun kifaya kılıdı. Eğer sen şundak kılsan, yani 5'ini 3 qıtım yiyip, bağlık bedenini yiysen, cezmen pak bulursan. Ahmet, Muslim Türk kitap, yani Tirmizi Nesai Ebu Davud İbn Majah tugan. 699 hadis. İbn Əmr radiyallahu anhu'nun ayal kişilerini ular gusl qılganda çaşlarını çuvuşqı buyurganlığı Ayşe radiyallahu anhaga yetkende o mundaq deydi. Ben onunla bek hayran kaldım. O ayallar gusl qılganda çaşlarını çuvuşqı buyuruptu. Bunun göre onlarning çaşlarını tushirib buyursa bo'lmamdi. Yani bu qattiq rad qilish edi. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga bir dasta gusl qilib yurgan edim. Men beshimga yani chechimga 3 qatim suv qo'yishdan ziyorat qilmaydim dedi. 150 bab. Hayizdan saqayganda g'usl qilib yuyung'ich ayolning qon o'rniga miski bilan yo'l qilingan paxtani ishlatilishi. 700-701 hadis. Oysha radhiyallohu anha mundoq deydi. Ansardan bir ayol Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan hayiz kesildan saqayganda g'usl qilib yuyunish to'g'risida so'raganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u ayolning qanday g'usl qilishini buyurib, miski bilan yo'l qilingan paxtani ilib, qonni tozla deb tozlab pokizlangan dedi. U ayol qandoq pokizlayman dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam pokizlangan dedi. U ayol yana qandoq pokizlayman dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam subhanalloh pokizlangan degandan pokizlangan poklig'in dedi. Ondan men u ayolni o'zim taraf tortib, shu paxta bilan qonning asrini tozalaysan deb berdim. Bayhaqi bilan Nasai, Buxoriy va Muslim. 702, 703, 704 hadislar. Ayşe radhiyallohu anhadan Asma Rasulullah'tan ayizning g'usl qilib yuyinish to'g'risida so'raganda, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ayollarning ayizdan saqayganda g'usl qilib poklanish to'g'risida mundaq degan. Biringlar oldi bilan suyini, kir chiqaradigan narsani olsin. Ondan kichik taratni yaxshi oladi. Ondan beshiga suv qo'yib qattiq tatlab, beshining chash ko'tikiga terisi suluq suv yetkazdi. Ondan ustiga suv qo'ydi. Ondan misk atri bilan yo'l qilingan paxta bilan bedenini poklaydi, ya'ni qonni poklaydi. Asma radhiyallohu anha paxta bilan qandoq poklaydi dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam subhanalloh uni poklaydi, ya'ni avratidan qonni tozalab poklaydi dedi. Muslim 9 kitob plastinkining 500 hadisi. Ahmad 24375 hadis. Darimi 766 hadis. Nasai, Tirmizi, Ibn Majahlar, Abu Davud to'plagan sahih. 151 bab. İstihaz, yani ayollar kesili bo'lgan ayolning g'usl qilib yuyinishi va namoz o'qiyverish to'g'risida. 705-706 hadis. Ayşe radhiyallohu anha bundoq deydi. Fatima binti Abu Hubaysh radhiyallohu anha Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga kelib, "Ey Allohning elchisi, men doim to'xtamay ayollar kesili bo'laman, poklanmayman. Shuning uchun namozni tark etsam bo'lamdi" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, "Yo'q, haqiqatan bu hayiz kesili emas, balki bu to'mirning ishi, ya'ni to'mirning qini. Sana hayiz kesili kelib kelganda, yetib kelganda bo'lsa, namozni o'qimay tark etib turgan. Ayollar kesili, ya'ni hayizning miqdori oxirlashib, yiroqlab ketganda qonni yutib, g'usl qilib, yuyinib namoz o'qigan" dedi. Bu kunlarni odati bo'yicha hisoblaydi. Buxoriy, Muslim, Nasai, Hakim to'plansa. 707, 708, 9, 710 hadislar. Ayşe radhiyallohu anha mundoq deydi. Jahshining qizi radhiyallohu anha 7 yil ayollar kesili bo'lib, ondan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kelib, "Ey Allohning elchisi, men doim to'xtamay ayollar kesili bo'laman, poklanmayman. Shuning uchun namozni tark etsam bo'lamdi" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, "Yo'q, haqiqatan bu hayiz kesili emas, balki to'mirning ishi, ya'ni to'mirning qini. Sen qonni yuyib, g'usl qilib, yuyinib namoz o'qigan" dedi. 711-712 hadis. Ayşe radhiyallohu anha mundoq deydi. Jahshining qizi Ummu Habiba radhiyallohu anha Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan istihaz qini to'g'risida so'radi. Men uning disining qonga liq to'lib ketganligini ko'rgan edim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uningga, "Haqiqatan bu hayiz kesili emas, balki bu to'mirning ishi, ya'ni to'mirning qini. Sana hayiz kesilining muddati yetib kelganda bo'lsa, hayiz miqdori namozni o'qimay tark etib turgan. Ondan qonni yutib, g'usl qilib, yuyinib namoz o'qigan" dedi. 152 bab. Hayizlar ayollarning namozning qazosini emas, balki ro'zining qazosini qilishning vojibki. 713-714 hadislar. Muazid rahimahulloh bundoq deydi. Bir ayol kishi radhiyallohu anhaga hayizlar, nifoslar ayollar namozning qazosini qilamdi dedi. Ayşe radhiyallohu anha, sen haruriyalikmi, ya'ni xavarishlarning bir toifasimi, biz shunday ahvol yetdi. Ya'ni Ramazonda hayizlar bo'ladi. Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan
tarafdan ro'zaning qazosini qilish buyurilyapti, namozning qazosini qilish buyurilmaydi dedi. 715 hadis. Muazid Oysha radhiyallohu anhoga nima uchun ayollar nifasdor ayollar ro'zaning qazosini qilib, namozning qazosini qilmaydi dedi. Oysha radhiyallohu anha sen aruriyalikmi, ya'ni xavarishlarning bir toifasimi dedi. U yo'q, men undaq emas, lekin men mas'ala so'rayapman dedi. Oysha radhiyallohu anha bizga shunday ahvol aytdi. Ya'ni Ramazonda ayollar bo'ladi. Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tarafdan ro'zaning qazosini qilish buyuriladi, namozning qazosini qilish buyurilmaydi dedi. Müslim toplagan sahih. Hikmeti Allah'a itaat qilishdir. 153 bab. G'usl qilib yuyunuvchining kiyimidek narsa bilan pardalanishi. 716, 17, 718 hadis. Ömer Ani radhiyallohu anhu mundaq deydi. Men Makka fath qilingan yili Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qiziga borsam, Rasululloh yuyunayotgan ekan. Qizi Fatima radhiyallohu anha kiyim bilan pardalab turibdi ekan. Men salom qilsam Rasululloh kim bu dedi. Men Umma Ani desem Rasululloh merhaba, xush kelibsiz dedi. G'uslidan farigh bo'lganda namozga turib, kiyimga yo'gangan holda 8 rakat namoz o'qidi. Shu chashkah namoz edi. Anda namozdan qaytganda ey Allohning elchisi, onamning bolasi ya'ni qarindishim Ali, faloni aminlik bergan bir kishini o'ldirib sotdi. Men uningga aminlik berdim, ya'ni bir xotiramda erimning yaqin tuqqanlaridan 2 kishiga aminlik berdim desem, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ey Umma Ani, siz aminlik bergan kishiga biz aminlik berdik dedi. Shu vaqt zuha, ya'ni chashkah vaqti edi. Buxoriy, Muslim, Tirmizi to'plagan. 719 hadis. Maymuna radhiyallohu anha mundaq deydi. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga suv tayyorlab berib, ondan pardalab turdim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam g'usl qilib yuyundi. 154-bab. Avratga qarashning haromligi to'g'risida. Abu Said radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan. Er kishining avratiga qaramasin, ayol kishining avratiga qaramasin. Er kishi bilan er kishi bir o'rinda, bir kiyimchida yalang'och yotmasin. Ayol kishimi yana bir ayol kishi bilan bir o'rinda, bir to'shakda kiyimsiz yotmasin. Ahmad, Muslim, Tirmizi, Abu Davud, Ibn Majah to'plagan sahih. 155-bab. Odam yo'q xoli joyda yalang'och yuyinishning durustligi. 722 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan. Bani İsraillar yuyunsa, ba'sining avratiga qarag'an holatda yalang'och yurinaveradi. Haqiqatan Musa alayhissalom bakma ayolli kishi edi. Pərdə tartib yalğız yönətdi. Musa alayhissalomning qattiq oyoq qilganligidan, tortinganligidan uning badanidan hech yer ko'rinib qolmagan. Bani İsraillardan azab bergan kishilar uning azab berdi. Ular Musa cho'qim badanida biror ayib bo'lg'achqa, yo oq kesal, yo bo'doq bo'lib chiqqan, yoki biror ofat bo'lganlikdan pardalandi deyishdi. Haqiqatan Allah azza va jalla Musoni ular degan so'zlarni ayiblardan poklashni iroda qildi. Bir kuni Musa alayhissalom xoli holda yolg'iz yuyundi. Kiyimini bir toshning ustiga qo'ygan edi. Yuyunib bo'lib kiyimini elib kiyish uchun toshga qarab mandi. Tosh kiyimini elib qochdi. Subhanallah, bu Allohning qudrati. Musa alayhissalom mastini elib toshni qo'llaydi. U, "Ey tosh, kiyimimni qo'y. Ey tosh, mening kiyimim" deydi. Tosh qichib berib Bani Isroillarning jamoatining yoniga bordi. Ular Musa alayhissalomni Alloh yaratgan narsaning eng go'zal, chiroyli holatida yalang'och ko'rdi. Eng go'zalligini ko'rdi. Allah uni ularning degan tuhmatlardan pokladi. Tosh turdi. U kiyimni elib kiygandan keyin osti bilan toshni urishga boshladi. Allah bilan qasamki, Musoning osti bilan urgan ta'siridan toshda 3 totuq yoki 5 tane iz qoldi. U ishlar bo'lsa Allohning mu'jizasi so'zlandi. Ey mu'minlar, sizlar Musoga azor bergan Bani Isroillardek bo'lmanglar. Allah Musoni ularning aytgan tuhmatlaridan oqladi. Musa Allohning dargohida 100 obro'liq edi. Sura Ahzob 69-oyat. Ahmad, Buxoriy, Tirmizi to'plagan sahih.